Uchxonaga xullas Yunusobod 4-kvartal billuri orqasi 2 xona 2-etaj yig'ira remont ichida почти hamma narsalar bilan mana bu kiraverish mana ko'rib turibsizlar. Hop, hammom tualetlari mana bitta qilib yuborilgan dush kabinka mana butun 60 ga 120 kafel. Endi mana bu yog'imiz zal. Mana zal oynalari bor, balkon 2 ga 6 yarmi to'silgan zalga qo'shilgan. Mana bu TV zona mana oppoq eshiklar, chiroyli ranglar, did bilan ishlangan mebellar. Xo'p, endi bu yog'imiz oshxona. Mana oshxona mebelini chiroyli ranglardan qilib qo'yibdi. Mana bunday ko'rsating, aylantirib, o'girib, tepasidan, pastdan qilib. Mana bu o'tirib, stol-stullarni qo'yib yeb ichasizlar, bu yerda tayyorlayverasizlar, iftorga tayyor qilib xullas. Endi bu yog'imiz spalni mana. Bu yoq endi hordiq chiqaradigan xonamiz mana spalni. Kirib ko'rsatib mana. O'zini tayyor stroyli mebellari, shkaflari, parda, televizorlari bor. Tushunmadim. Televizor bitta spalnida ekan. Mana endi dam oladigan joyda televizor bo'ladi. Narxiga kelamiz. Kvadrati 50 kvadrat, xullas g'ishtli 2-etaj. Xonalari alohida, ipoteka ham qilsa bo'ladi. Xo'sh, narxini 74.500 qo'ydik. Pastki nomerga aloqaga chiqinglar, tamom.